Abdullah Abduriyim, Mömince Ablıkem qatarlıq nurgun kat ustazlarımız Nakşeysizad ne deytidu, ne de üngaldu bir köz tüytüleslerge. Kire. Siz meşe kirip eğitip bakaylı aşında çıkandı nakşılar. Şu bir eğitip bakay bul demem be. Sizin oğlunuz mu? Ha, meninki. Ben tıp siz toyqım mı de boylar. Ya endi sizden müşgünlar meni oğlum var. Harma çaplap koygan şu. Altı işxana bizning işxana. Abdullah burası o'xshaydi ekan bu. Şöyle. Kundan kunga o'xshab ketgan turibdi. Bizniki şu ustozlarninki arameleş, kiyim yötkeş, tsohva qilish degandek bir qaysi ustoz bo'ldi kelib o'tirib olsa asha shu yani. Degandek. Degan biz qopmay o'tirmaymiz. Kelgusida Mustafa al o'tirdigan yerda. Ha, o'zi uyda o'tirib bo'ldi, men sening o'g'lim o'tirib bo'ldi. İkinci avlod cho'lponlar bular endi. Ma bola shingarday. Ha. Ma bola lobarday. Manasning tepsiga 3-4 mashina bordek ko'rinadi. 5 mashina kilamda mavjudalgan. Ezara mashina. Üstelikmi? Ha. Agar siz da'vatni ilqamda ilqa yo'chilang, yo'q ilqa hozir. Mashina ketib qolsa 5 mashina haqiqatan keldi. Pulli puraydi ekan bu yer. Men inshongim odatga inshon ishlatmaydigansizlar. Bizning ilqamda men mashina ilqamda kichik mashina o'rnatib olsa qanday bo'ladi bir 50 ming qo'ygan qo'ysizlar bir jupni. Aşı 250 ming qo'yma. Ha. Bu mashindan qimmat ulab ketdi. Sal turib shog'o'sini olib qo'yman. Shu bekalik anglamganimiz. Bilanglar bo'libdi. Moyadan bir talay o'qat aka. Chiroqni o'rnatibsizlar, bu yerlik lo'yin qilgan emasmi? Ganjo tutib qolsam, lo'yin palning ichidan lo'yin qilgasizlar malqa. Ha, film tatiydigan, MV tatiydigan. Mavi kirsang his qildingmi? Ovoz qattiq qaytadigan ganjo qilqa. Yo'q, men ishkilni yapasak taxmi qaytmaydi. Uxlab qolsa o'zini yurak soqyapti. Uxlab qolsa o'zini yurak soqishni anglamanda. Uxlab kelsak bo'ldi ki bu yer. Yurak soqishimizni anglab kelib qolsa, varanchiroq tush ko'rib qolsak, anglab qoladi ekan. Ma'nafcha ajoyib qimmat bir xotindek turdi. Tushib qolsa bo'lmamda. Tushib ketib qolib qolsa hamda bir ikkimiz adaj juda. Ming qo'ynamanda, shu hal qilib chiqasiz bo'ladi. Qamish film nimish qo'lingiz yon chiqsa savolsiz deydi qara. Mustadi sammay nimish qilma. Ve cazgulum turamdı ha? Bu cazgune. Yaman cazgulum. İşte ama. Demisak bo'ladi, bo'pti deylar. Yoshirib qo'yib ketdilar buni. Cazgum. Abdulla akamniki burunqi kichiklarida ko'p ishlagan. Cazgum. Hamda ma cazgum kelsak hamda bu mayliqda chang'id qilmaydi ya. Yaxshi bu eng chang'id qilishga yaqinlashtirib ishlagan ma'lumchi. Cazgumsa jundun tanshab qo'yapsiz. Vaqtda ko'ringan bilan bumi bir dengu. Ha, rastlik chiqmayotgan qavoz. Bu Hammasi jundun tanshab qo'yapsizlar. Junguda bu shundan shu 4 lamba. Qutamindas ay qo'yaymi? O'taba. Chiqroq tutib olaylik buni. O'yliqi bujadi mashilla va jungur manchital yasalgan deganda ekanda, ha? Yani junguga yaqinlashtirib ishlayotgan. Texnika alaydi zo'r. Mening basim deytayimda. 63 ming qo'y. Tutma. Men demiş bu yanlışlıkla qo'lim chiqib qoladi deyman. Bir narsa bilib bilmay tutib qo'ysa, qilib mashina qo'yib qo'yib ketar g'ash bo'ldi ekan. Bizniki ustozlar shu mush kasbni necha qilib, o'ziniki kasbiga naqadar uyinib, mablag' silib tirishayotganligini shunda bilib olsak bo'ladi. Texmi yaxshi mahsulot chiqdi-da buningdan. Ha, maya tunish. Naqshayning balasi qanday bo'ldi ekan? Naqshayning balasi bo'lsa Naqshi Begzod bo'ldi ekan. İkimiz bir deşik MTV ishlatib turmansa. Naqshi qo'ydigan bo'lganlar esa, o'qimasa qolamdiki. Ameliyat ko'z bek ayvetgan miyala. Sen naqshi bola MV'imiz müşakib ishlatilsan ishlab beraysilar. Ishlatimiz, muyadiribga shu ilan o'rin oldiga yalchi mavi. Mushiyaliga sil mablag' selib MV ishlab pul topmiz deb qilmoqsiz bu yana. Keyinki mushu chiqayotgan naqshlarni qo'llash shakizmi bu yerda bizga bir manch pul tepkesakkan deydigan bir ish olmaychi bu yerda. U naqsha aytib yagimiz tushunmay qilib bir pul tepib bunda baylab ketgan olmaydi. Bir itot kichiligi deymiz, ya naqsh kichiligi deymiz, shu o'lim bo'ladigan yer bu-chu. Balkim Mustafaning kichiligini qilib qilishimiz mumkin. Manda ishlayapti. Manda ishlayapti bu yerda. Sizin bir tayyorlik bormi ya? Yangi naqshlarga. Men senga hozir Bek bo'sh chiqib qoldi ovozingiz. Bir jalliq bir dadangdek so'zingdan bir.
Bir iş gün olup kaldı yeni nakşıkadan. Ha. Gelmem dedi. 10-20 dek nakşını topla atımence hazır. Bir jönce yıkıp çıkarsam ben keçilik kıldığa şubkas mına. Abdullah akamның naqsınço. Men apamның qo'shqidik vaqtdan. Ilqi Luying deydi qo'yib, yig'riyak vaqtida anglab yetibdi. Mening ikkinchi balam sizning naqshangizni anglaydi. Hoş, su toygan mı? Ha, bolam bor. Bu balan var mı? Ha, O bu medak bu müşkilen baksan bu bala sokmadı. Abdullah akam yaman chaqchaqcha, etotlig'i chiqadi. Rolunu mu yaxşı alıdı. Mesela Halmurat Kan bile ikisi buraya kep pası alamet. Ya. Ay yeni etotlarına chiqsa bo'lsa, Abdullah Kam şu idardım baka vozlam. Müşahede nakşını kılımız bir 20 dek nakşısına teyyakıp bulduk avaz qilib. Açtama? Bunu bir-birlep çıkıp anlatımız hem de. Voy, kattishga bu. Abdullah akamning 20 naqsi bor. Men Mustafa akamning 20 naqsi bor. Nurmujo akamninki 10 naqsi bor, teyyakıp bo'lgan. Açta teqa. Bajilin boshlab eliqi MP3'larimizni elab qaytib, aylanib selib ichiga. Biz alamızı alalım, oyuncuya güçlü bir. Naqsini bayamqadek 50 minglik yengchangda olsam nima bo'lib ketamiz? Anlatıp böyle. Oshkorlimga maxfiy. Hech kim anglab boqmagan naqshlardan tetib boqayli. Ne anlatıp etsek çatak çıkarmı ya? Film chiqarmaymiz. Meyli. O'zimiz anlayolamiz. Naqshayining balasi o'z qanday bo'ldi ekan? Şahinın balısı olsa Naqshi Bekzodis bo'ldi ekan. Bekzat Sultan'daki biz tek kişi olan iken ben tek ügündüğün nes bekçak. Bu yıl emde 20 kirme. Endi 20 kiramizmi? Voy siz aytib o'tgan naqshlarni ko'rib 200 ga kirib bo'ldim ekan. Endi Qur'onimizga yetiblam necha naqsh e'lon qilib bo'ldi, ba'zilar davrni surib bo'ldi Şinjan'da. Dadamdan kendin lan yolunu davamlaştırıp malmışsam. Olmaydı. Albatta bo'lmaydi. Köp edemden anlayma emasmış dadandaki edem 100 yılda birisi çıkıp qası çıkarken bomuz çıkmaydı dep. 1000 yıl. İşte dadam jıqtaydı sen ona şu vayga yetkizip mi sanmaydı dep. Ben bektir şu atma hazır. Biz kelsakmi paylan qo'yib ekan, ha? Takıldım mı diyorsun? Takıldım mı? Neymiş ki yağın yakın sen. Ben çökülüp oynap gelgen tutar. Bir şey oynayayım zaten. Kolda gitar kısılamış uyan oldu aşkım. Oyun çoktan la gitarımda. Chirji qilamsa, gitarda chirji. Gitarda chirji qilmiz. Abdullah akamning o'g'li valqini tutmaydi ekanman. Tuqqan ekan, ha bo'ldi, ana pishibdi. Biz yana qirg'an anglaydigan naqsh bor ekan deblam. Ovozim uchur boshqa o'zgacha chiqadi ekan. Qanday bo'lgan ekan odamninki. Naqshlar do'yindim xilda bir surda, van yundim yaman ağlandı. Undan yana 2 yilgacha bir 10 naqshini e'lon qilib. Abdullah akam o'g'lim deb bir siz tug'ilgan vaqtida bir naqsh aytdimi, ha? 2013-yili. Sizning Abdullah akamga bir atam deb bir naqshlaringiz bormi ya? Yaşığım var atamga o'xshash deydigan bir naqshni bijiryaptim hozir. Resmiyetlar putay deb qoldi. Bundan keyingi naqshlar chiqqanlarning naqshi o'g'lim dadam. O'g'lim dadam. Chiqqan vechini paranglashmay van yundim zo'p. Naqsh yetib paralashib. Bugun dada nima ish qilyapsiz deb naqsh. Idarda. Tamoq yeb kelamdiq deb naqshlar chiqdi. Shanxayga o't deb bir naqsh chiqasiz. O'tib bo'ldingizmi ya? O'tmoqchi bo'lyapmiz endi. Shanxay Yinyo'sherni asos qilib. Eng arzuyingiz shu Yinyo'sherninki qaysi kasbi? Yinyo'ju deymiz, musiqalik teatr degan kasb. Mush kasbni o'qimoqchiman endi. Men shu Delash maktabini ash kasbida o'qigan. Yinyo'ju o'qigan. Yaq maktab. Yinyo'sherni Yinyo'ju kasbida o'qibdi ekan. Eglar mikrofon. Almış ayağını ziyaret kılamdık. Men şu bizniki Mahmudcha efendim Tunğa vaqtida bir salon boshqaratdi-ku deymi, ha? Bir ma'lum bir salonni boshqaradigan vaqtida to'laliqi naqshimizni chiqarib olding. O'chirib etsang bo'ladi deb mana tanishgan. Keyin bir vaqt qarasam bir janjay qildigan bir kasbni tutib mishada men bilan kasb talashib janjayga cho'p ketib qoldi. Onun kendinden tuyuqsiz qarasam shu sayada uy tunishtirib shu deb ishga. Endi o'g'anda mashin tunishtirib kelyapti, endi mayada Şinjan keldim deb, shu butun korxonchilarni ziyorat qiladigan bir kasbni qilyapti. Endi Mahmudcha banda men bir so'rab baqsam, Yinyo'shu endi o'qibsiz? Bundan keyin endi mashina, shu butun shu texnik hammani qilib bo'lsiz. Bundan keyin endi yana bir qanday bir ishlarni qilib baqingiz bor. Endi bu biz bir ziroat qilib o'taylikmi abalni bu kechkichamda? Qirib ketdim. Bo'ldi mushkil. Bu gap aqmaydi. Yo'q. Sizni taq aram bir mushkingiz bor. Uni 15 qilamiz, endi mushkina, ha. Chaqchaqdan bir deb beraman shekil deb olay. Bu kasbning yaxshiri, anchingni mugitidi, usulni mugitidi, rol elishni mugitidi, naqshni mugitidi. Abdullah akamning dramaturgi deymi kasbi?
Dadamning o'zining kasbi aktyorlik. Yani dadam tug'ilsa naqsh etib tug'ilibdi ekan. Uydagilar shu dadamning ovozini o'chirib bo'lolmay maktab ketadigan. Qo'rqitmay, nega bo'lsa, qachon qarsa naqsh etayotganlar dadam ashta ekan. Abdulla akamning ovozini o'chiraman degan tuqash uyda. Bo'ldi, ay. Ay deydigan uy cho'ng'illab hozir naqshay bo'ldi. Bütün emdi mayli memleketimizde yurtimiz tanımaydigan adam yok. Kichikdan cho'nggacha. Sizni hozir ay aytda deyotdi. Qayoqqa chiqish planınız var? Shanxay taraflarda undaq tajriba to'plab, yana Xinjiangga yenib kelsam, qo'sqi to'q yurgandek bir xil genjo bor-da. Biz yumush o ichkirda sergardanchilik yurib, Başta genco bardı. Hiçbir yoksa bir gelsel ketip bardı o genco. ketmekçi biz hem ichkirgani. İkinci plastinkalarınız MTV Şanxay'da gördük emizde hemse? O Shanxayda hamma bino olgan ekan. Bir xil amvilar oldirash chiqib qoldi. Abdulla akam farzand tarbiyasida bek chingmi qanday sizga qarab yetib qoladi.